Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun zo'r uchastkamizga chiqqan. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga o'tida tushuntirib o'taman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, akalar bu yoqda parandachilik bilan shug'ullanishgan ekan. Basseynlarni ham qo'yishganda. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, dalchi bu yoqlarni qushxonalar qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, zelyoniy zonaga joy ajratib ketishgan. Uzumlari, daraxtlari hammasi cho'tki. Va bu yog'ini molxona qilishgan akalar. Hozir tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, qarasanglar, shundoq bir 15-20 ta buqani olib kelib yemga tiqadigan joy ekanda, akalar, qaranglar. Misol uchun mana shu molxonani o'ziga ham normal summa tiqib yuborilganda, akalar. Bundan shundoq chiqamiz. Orqa tomonni qarasanglar, bu yoqda ham chorvachilik bilan shug'ullanish uchun kattagina joy ajratib qo'yishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yoqda ham bitta joy. Va bu yog'imizda podval bo'lish kerak menimcha. Hovlimizga qaytamiz. Kim bo'lsanglar, tapchanlarni ham qo'yib qo'yishgan yozda o'tirishga. Bu tomonda ham ko'cha, oldida ham ko'cha, orqada ham ko'chada. Xohlagan tomondan darvoza ochib olsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda kotel bo'lyapti. Issiq suv, sovuq suv hech qanaqa muammo yo'q. Akalar, bu yog'imizda sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sanuzelda ham did bilan qilib qo'yishgan. Kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolisa. Dokumentlardan ham hech qanaqa muammo yo'q ekan, akalar. Ertaga olaman siz, ertaga notariusga o'tkazib beramiz deyishyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda 3 ta xona, bitta zal, bitta spalni va bitta oshxona bo'lyapti. Hozir kirib tushuntirib beraman. Koridordan kiramiz. To'g'rimizda bitta zal kutyapti ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli remontlari bilan turibdi. Xudo xolisa, o'sida baraka topadigan hovli ekan. Bu yog'imizda bitta detskiy sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, remontlari ham yaxshi holatda. Xo'p, oshxonaga kirganimizda akalar, qaranglar, shinamgina oshxona qilib qo'yishgan ekan. Mana shu narsa akalar kerak. Har bitta xonadonga kerak. Erkak kishi baribir ko'chani odami bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda bitta spalni bo'lyapti akalar, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rta holatda bu yog'ni. Bu uyimizdan ikkita tomonlama ko'chasi bor akalar, xudo xolisa bo'lib olsanglar ham bo'ladi-da buni. Yana bitta bonuslardan biri, yonidan shunday ariq o'tgan akalar, yozda ham salqin bo'lib turadi. Tem bo'li ikkita mahalladan keyin, 3 ta mahalladan keyin Chirchiq daryosi o'tganda akalar. Uyimizning manzili akalar tuzali bo'ldi. Rohatga ham bir qadam. Uyimizni ko'rib chiqdingizlar bilan, bu joyimizda 6 sotuv zahvati bor ekan, ya'ni mana shu old tomonda va bu yog'imizda 6 sotuv, yana orqada ozgina yarim sotuv atrofida zahvat joylari bor ekan. Uyimizga o't ydi. $140,000 so'ralyapti akalar. Nima dedinglar? Sizlar bilan Xavfsiz Uz kanali bo'ldi. Aloqaga chiqinglar, egarlarning raqamlarini qoldiramiz. Xudo xolisa baraka qilsanglar, mana shu uyni olsanglar baraka topasizlar akalar.